Sabiy, sen sog'indim. Voy, yaqinlashmay qo'shnilar ko'rib qoladi. Xo'pda, men ketdim, suvga chiqdim o'zi. Baribir, meniki bo'lasan. Mendan uzoqlashyapsiz. Ha, endi g'alati-da. Nimasi g'alati? Ha, tanishganimizga hali 2 minutdan bo'lmadi. G'alati emas, mendan uzoqlashmang bo'ldi. U nomard, bilasan, u Sabiy yaxshi ko'rishim, ya'ni nima unga gapirding? Meni kechir do'stim. Do'stim nima meni? Bugundan boshlab men uchun o'lgansan. Ash bolani sen gapirgan? Ha, shu. Hozir o'zim gaplashib kelaman. Yaxshimisan? Samisan o'sha Sabiy gapirgan? Ha, men edim gapirgan. Aka, nima qilasiz? Sabiy gaplash. Undan ko'ra opasini to'g'rilab beraman. Opasi bilan gaplashing. Aka, to'g'risini aytsam, o'zi men ham pul uchun yuribman-da. Xohlasangiz opasini to'g'rilab beraman. Puldan muammo bo'lmaydi. Uka, vashi farqi yo'q. Puli bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, boja, gaplashamiz. To'yni tezlashtirmasangiz uydagilar meni erga berib yuborishadi. Bo'ldi, men seni tushundim. Hozir uydagilaringga tushuntiraman. Seni hech kimga berib qo'ymayman. Nima deysan? Tez-tez gapir, bola kutib qoldi. 5 ga 5 tasab kontur bor edi. Tezroq harakat qilmasangiz meni erga berib yuborishar ekan. Sizdan boyrog'i chiqibdi. Hech qanaqa yerga berishmaydi. Hammang topagan bir xil ssenariy. Undan ko'ra men berib tur, shuna kontur kirib chiqing.